Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet imen. Men bugun ro'za tutish va sog'lomlik temasida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Qarindoshlarning diqqat bilan anglashini umid qilaman. Mushu yaqinqi 10 yildan buyon Ramazon tutishniki sog'lomlikqa bo'lgan foydasi to'g'risida nurg'un ilmiy maqolalar e'lon qilindi. Bu maqolalarniki o'tir qo'ygan mazmunlarni yig'inchoqlagan vaqtimizda biz mushu Ramazon tutishniki tövəndikidək bir neçə foydasining borligini bilalaymiz. Birinchisi Ramazon tutish orqali mushu badandagi qoldiq moddalarni, ya'ni badanga ziyonli moddalarni tozalab chiqishga bo'ladi. Ikkinchisi Ramazon tutish orqali mushu bizningki hazm qilish sistemamizni aram aldira olamiz. Ya'ni biz Ramazon tutgan vaqtimizda bizningki oshqozon, uchay qatorliq hazm qilish a'zolarimiz aram olaydi. Uchinchisi shu Ramazon tutish orqali qondagi shakar moddasini tuvalta olamiz. To'rtinchisi Ramazon tutish orqali badan ig'irligimizni kontrol qilish yoki o'riqlash maqsadiga yeta olamiz. Beshinchisi Ramazon tutish orqali qon besimimizni tövəllitä olamiz. Oltinchisi Ramazon tutish orqali qondagi kolesterol may moddasini tövəllitä olamiz. Yettinchisi yurak kesilidan saqlana olamiz. Ya'ni Ramazon tutish orqali biz yurak qon tomir kesilidan giribdor bo'lish fursatini tövəllitä olamiz. Sakkizinchisi Ramazon tutish orqali badanimizning immunitet kuchini yaxshilay olamiz. To'qqizinchisi mushu Ramazon tutish orqali ba'zi xumor bo'lib qolgan yemak-ichmak va dorilarniki xumor bo'lish nimasini xumor bo'lishdan g'olib kela olamiz. Ya'ni bu xumorimizni yo'q qila olamiz. Eng oxirgi foydasi hamda mushu Ramazon tutish orqali bizningki ruhiy dunyomizni yaxshilab, psixikalik kasalliklardan, ruhiy kasalliklardan xoli bo'la olamiz yoki bizningki o'zimizningki ruhiy kayfiyatimizni yaxshilay olamiz. Ramazon tutishniki bizningki sog'lomligimizga bo'lgan foydalarini yanama konkret qilib aytgan vaqtida birinchisi mushu o'sib yetilish hormonining ajratib chiqarilishini qo'zg'ata olamiz. Ikkinchisi Ramazon tutish orqali bizningki uzun umr ko'rishimizga kafolat qila olamiz. Ya'ni Ramazon tutgan odamlarniki sog'lomligi yaxshi bo'lganligi uchun ularniki uzun umr ko'rish fursatimi yuqorilaydi. Uchinchisi yuqorida men deb o'tgandagidek bu Ramazon tutish orqali immunitet kuchini yuqori ko'targili va shu orqali kasalga qarshi turg'ili va sog'lom yashag'ili bo'ldi. To'rtinchisi badandagi mayni ko'ydirib semizlikninki oldini olish yoki badan ig'irligimizni yaxshi kontrol qilish mumkin. Beshinchisi mushu tomoq yeyish qitim sonini azaltish mumkin. Oltinchisi mushu mingninki iqtidorini yaxshilash, ya'ni mingni qo'zg'ash, g'idiqlash orqali mingning iqtidorini yaxshilash mumkin. Yettinchisi insulin, ya'ni bo'libmi bak mushu diabet kasaliga giribdor bo'lish ehtimoli bo'lgan kishilarga nisbatan insulinga qarshi kuch paydo qilishning oldini olg'ili, ya'ni ikkinchi turdagi diabet kasalligining oldini olg'ili bo'lishi mumkin. Sakkizinchisi qon besimini tövəllətgili, ya'ni maydagi kolesterol moddasini tövəlletish orqali qon besimini tövəllətgili, anandan keyin qon tomirining qitishib oldini olg'ili, yurak qon tomir giribdor bo'lish xatarini tövəllətgili bo'lishi mumkin.
Bularninki hamda undan boshqa yana nurg'unlagan bu shu sog'lomlikqa nisbatan yana ko'plagan foydasi bo'lib, ba'zi tadqiqot natijalariga asoslangan vaqtida shu Ramazon tutgan odamlarniki rak kasallik giribtor bo'lish fursati tuvanlishi mumkin ekan. Anandan keyin shu yurakninki, mingninki iqtidorini yaxshilashdimi bu Ramazon tutishniki, ro'za tutishniki alohida ahamiyati bor ekan. Bugungi bu Ramazonniki sog'lomlikqa bo'lgan ta'sir to'g'risidagi leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Oxirida hammanglarninki Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.